Ko'chani oxiriga keldim. Didikchi? Didik. Erga de olmasa. Ajrashaman, jonim. Hey! Nima ajrashaman deyapsanlar? Nima meni gapini eshitding, rais buva? Rais buva, mani dugonalarim, erlar, xotinlariga yelik sovg'a qilyapti. Mani nimam kam? Siz dadangiz velimiymaga gelimiymoqchimisiz? Ali, ha, xotin. Ovqat chuchvara qil. Chuchvara. Bo'pti. Va Jennifer Lopez, sizga bitta savolda. Mo yeringiz ust-boshlarini qachon dazmol qilgansiz? O, yuzi bilan patsvet bo'lib qolibdi. Davay uyga kiramiz hozir, bolalar yaxshi qarab yerda duo qilib o'tiramiz. Tushundingizmi? Davay bigon bilan zangilib o'ying. Kimsiz o'zi siz? Bizga aql o'rgatasiz, chol. Yop yozing, oldimga tashlay, tez. Qo'yib yuboring siz ham, jonimga tegib ketdingiz. So'zlarim yetib bormagan qalblarga achinmadim. So'zlarimga achindim. Reazor, Barsa zo'r Reazor deb tortishasanlar. Bir-biring bilan itmishib bo'lasanlar, o'ldirib qo'yguday istoriyalar qo'yasanlar. Hozir Mbappe kelyapti-da, Samandarjon meni deb tortishyapti deb Ispaniyadan kelyapti-da. Mana keladi. Sen Barsa zo'r deyapsanmi? Ha, bo'pti, Barsa zo'r. Sen Reazor deyapsanmi? Reazor. Bekallarni 5 tasini aytdi. Tur yo'qol nariyoqqa. Ana Reshford kelayotgani ham yaxshilikka bo'lyapti. Zo'r bo'l. Yozda issig'ida Flavis ketadi-da, ko'z tegmasin. O'zbekistonda Luboy hududida bor. Mana shu Flavisning nokligicha o'ta mo'tadil chiqqan. Subtropik mamlakatlardan ham top bo'lmaydi. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Otasiga rahmat ixtiro qilgan odamdi. Bekarga yil brendini olmaganda bu Flavis. Va mahalla obodonchiligiga qarab somsog'oniga sous qilamanmi? Jonginam yuraverdi. Beparosat. Seni itarar ekan. Kim? Men. Deng. Ota, tinchlikmi, nima bo'ldi? Akkumulyator o'tirib qoldimi deyman-da. Akkumulyatoriz ambulatoriyaga admin bo'libdi. Simingiz bormi? Yo'q-da. Så she stamma, y'all listen to me flow. Fling it up and give me your Zavod qiling. hand me up on your toe. She said she love your dada, she feel it now she bladder. They like her up and make she glow. Bo'ldi. Baraka top, otangga rahmat. Isming nima? Yolg'iz tarakan. She said she love your dada, she feel it now she bladder. They like her up and make she glow. Kunamiz ketyapti. Odamni tellab ham ketyapti. Nima bu tog'a nega sharsharasi? Ko'rmaysanmi, jiyan bu issiqni Liboy odamni terlatib yuboryapti-yu. Siz bunday qiling tog'a, mana Ecodray'da spreylardan foydalaning. Hidi yo'q, rangi yo'q. Bitta sepsangiz 7 kunga yetadi. 7 kun terlatmaydi. Buni faqat aptekadan topishingiz mumkin. Eng zo'r mahsulot. Yuravermang buni qilib. Bu oyoqqa ham seping iloji bo'lsa-chi, ana odamlar o'lib qolishmasin oyoq kiyimni yechgandan keyin. Tezroq foydalaning. Ana Niagara sharsharasini suvdan aseton deydi kelyapti-da tog'a. Jiyanlarim qaytdi. Ichkarida sinfdoshlari bilan kino ko'rib o'tiribdi. Zo'r kino. Qanday kino? Emanuel. Nima qilyapsanlar? Modislardan bittasini olsam bo'ladimi? Cho'tamonosi issiq, hozir ko'rilgan shekilli mashinasini olaman. İltimos, tegma, bu diskga tegma, tog'a, iltimos. Rasvo, qanaqa kino ko'rganingni bilmayman deb o'ylayapsanmi? Bu tog'a urmay, boshqa unaqa kino ko'rmaymiz. Ha, qo'yag'lar kino ko'ribsanlar. Ha, ukam bilan ko'rishga balo bormidi? Dada mashinangizni sotsa nech pulga ketadi? $30,000 ketadi o'g'lim. Bir urib 3,000 ga ham ketmaydigan qilib qo'ydi. Hazzalar kunida sen meni qo'lga o'ran qilasan. Evet, kitebre. O'la qo'rqtording-a. Dada jo'jalarga suv beraman deb benzin berib qo'yibman. Xudo chiqib tinchlik bo'lsin-da. O'zlari kunida jo'jaligi nima bo'ldi keyin? Dada jo'jalaringiz benzin ichgandan keyin qisa anomal issiqda reaksiyaga kirishib, olov purkayapti. Drakon bo'lib qoldi jo'jalaringiz. Bu zarar kunida jonimdan jah to'ydirdi. O'lishga qo'ysa nech pul ketarkin-a? Kattalardan hech kim yo'q degan, middan kelish shekilli. Kim bor, qarab boringlar. Dada gazdan kelishdi. Keling. Yaxshimiz. Dada meni to'kurdi.
Ha, zarar ko'rgandan yana nimani boshlading? Yangi olgan elektromobilingizni transformatorda zaryad qilaman degandim. Transformator portlab ketdi. Elektromobilingiz ham bang portlab ketdi. Keyin hali urushtirib yurgan dakan xo'raziz bor-ku, uni ham to'kirdi. Jonimga chekib ketding sen zarar ko'rganda. Yo'qol. Sobir Inderjit qizini uzatyapti. Kelin mixtay xizmatni qilib qo'yish. Ertaga Komilnikida mol so'yiladi, go'sht tarqatiladi, ov olish olma. Mahallani obodonchiligiga qarash. Inderjit to'yla qilib bo'lsa, meni olib qo'ysinlar. Menga qara, hozir qizing ketayotgandan-chi yig'lamayın, tushundingmi? Ketgandan keyin bitta xonaga qamab qo'yaman, ullab yig'laverasan. Kuyovlar kelyapti. Nima qilyapsan-la bari? Kedaysanlar noso suramasdan. Ha, beparosa. Bu bo'ldi, raqam qotillik bo'ldi. Baqirmat, buyini baxtiga sog' bo'ldirdi bolalari. Uzr, tog'a. Shunaqa so'kish emas edi, voy. Jupa-jup qilib o'tirish. Aka men o'zim kiraman. Yo'qman. Men o'zim kiraman. Olishay mana kim bolasi? Hamma pulni o'zi olmoqchi. Ama modadan qolgan pulni qistirishma. 100 mingtalik, 200 mingtalik pullarni qistirish. Arkamanmisan? Har qistir. Beparosat qo'lga beradi, qarang. Qarang. Beramiz, qarang. Ye kuyov bola uyat bo'lsa kerak 5 ming so'm qistirsangiz. Amaki, men kuyov bola emasman, mana kuyov bola. Qo'yag'i bormi kuyov bola bilan bir xil qilib kiyib olib. Turyoqlar yoqqa. Mana uni ochib tasha, beparosatlar kurakka tutatish desam, sapkovoyga tutatib berishibdi. Uxdanli. Flavist yangi chiqqanimi? Golubika, chernika. İçsam bo'ladimi? Biz ham ichgani keluvdik-da, Flavist ichib. Ha, siz Flavist ichgani kelgansiz. Ana qizni oldiga kelmagansiz, to'g'rimi? Ana bitta ichib ko'raylik-chi, yangi chiqqanim. Ha. Voh! Ey, yangicha tam. Golubika, chernika yomon chiqibdi. Bu tamni-chi men qayerda tatib ko'rganman, bilasanmi? Qayerda? Hozir mana shu yerda tatib ko'rdim-da. O'ta go'zal chiqibdi. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti Flavist-chi. Bu yangi chiqqanini ham, boshqalarini ham O'zbekistonda Luboy hududidan topsang bo'ladi, uka. Rais buva, sizni so'zga chaqirishyapti. Avvalo 2 yoshga baxt tilashdan oldin mana shu xalq bilan jicha hisob-kitobli ishim bor. Bu onangni emgir qishloqni bolalari to'y boshlandi desa, mana shu sahnani tarakanday bosib ketadi. Gullama dedim. Shake, madam, shake. Madam, shake. Dada radardan xat kelsa jahlis chiqardi-yu, men radarni ustidan izolyatsiya qildim. Nima qildingiz o'g'iltoy? Remenni taqmasdan palasani 30 marta bosib o'tdim mashinangizda. Qoplabmanmi? 30 marta. Oy yuragim. Ey, zo'rida olib qo'yganman, olib chiqsinmi? Zo'r bo'lardi. O'g'iltoy. Dada, Hali dendiga aroq olib chiq. kecha marojna keluvdi. İçidagini to'kib tashlab, shishasiga marojna oldim, dada. O'g'lingizga qo'ysan hech kim olmayapti. Nima qilsamligini? Dada chanqadim. Yo'l. Dada choy deb o'ylabman. Shu bolani dastidan admin bo'lib ketmasam bo'ldi. Alo, qayerdasan? Manisadaman. Banisada? Nima qildi? Mashina urib ketdi. Qayerda? Dada sizmidingiz? Yonaydi. Qayerdasan? Brent Rose'da skidga bo'layotgan ekan, shunga keldim. Dada futbolka finkalar 39 mingdan bo'lib ketibdi. Dada kuzgi litrokalar 129 ming so'mdan ekan. Dada shim, krasovka, maktab forma, luboy narsa qo'ygani 99 ming so'mdan. Maktabga ham mashetdan qilsangiz bo'ladi. Xullas Brent Rose'ga admin bo'lasiz kelsangiz. Dada batotni yorib qo'ygandim. Dami chiqib ketdi, kelib to'lasin deyapti. Chaqirdingmi dadangni? Shu meni so'kotsan, ha? To'xta.